Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün i'rab dərsimizin 4-cü dərsini oxuyumuz. Bizning bugün oxumaqçı bolğanımız 4-cü hədis, el-hadisur rabi'. 4-cü hədis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Aldıran hadislenki tercemesini qilamiz. Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu'dan rivoyat qilindi. Dedi: "Haddathana." Hadis so'zlab berdi bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bundan keyin sizlarga hadis kitobda bu haddathana degan gap ko'p uchraydi. Haddathana degan gap bizga hadis so'zlab berdi degan gap, ha. Hadis so'zlab berdi bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va huwa as-sadiqul masduq. O rost so'zliguchi, ya'ni degan gapida rostchil, sadaqatdan chiqqan ismi fa'il. Al-masduq, sadaqatdan chiqqan ism maf'ul. Ya'ni rost so'zliguchi al-masduq vahiy qilingan narsada rostchil. Ya'ni uningga qana qilingan vahiy qilingan narsada rostchil. Inna hadakum salaning biringlar yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Salaning biringlar toplanıdı onun yaratılışı, ya'ni xilqti anasının qurusuqida 40 gün su holatda, ya'ni mani holatda 40 gün toplanadi. Ondan keyin go'sh laxtiqan holatda bo'ladi. Shuningga o'xshash, ya'ni shuningga o'xshash 40 gün laxtiqan holatda bo'ladi. Ondan keyin bir ishlam go'sh holatda bo'ladi. Shuningga o'xshash, ya'ni 40 gün bir go'sh holatda bo'ladi. Ondan keyin avatiladi uningga farishta. An pideydi u perişte onunla canlı pideydi. Qaranglar, 40 gün su halatda, onundan keyin 40 gün alaqa, laxtiqan halatda, onundan keyin mudg'a, go'sh halatda. Bir ishlam go'sh halatda. Onundan keyin qanaqa qilgan jon kirgizildi ekan. Demak, 120 kundan keyin jon kirgizildi ekan. Va yu'maru bi 4 kalimat va 4 sözge buyuruldu. Perişte 4 tane sözge buyuruldu. Biket bir rizqini yazışqa, ecilini, əmilini və bəxtlikmi yoki bəxtsizmi şu 4 sözünü yazışqa buyuruldu. Demek şu vaxtda onu yazıb etdi. Allah ilmi ilə yazıb etdi. Favallahi'llezî la ilahe illa gayruh, favallahi'llezî la ilahe gayruh. Onundan başqa ilah bo'lmagan zat bilan qasam, sizlarning biringlar amal qiladi jannat ahlining amalini. Hattoki bo'lmaydi uning bilan jannatning o'tirisida illa faqat bir gazlam qiladi. U shundoq bir jannatning amalini qiladiki, jannat kirib ketishga faqat bir gazla qoladi. Fayasbiqu alayhil kitab. Uningga kitob, ya'ni Lavhul Mahfuz, Allohning yozib qo'ygan Lavhul Mahfuz kitobi ilgiri bo'ladi. O do'zax ahlining amalini qiladi. Fayadkhuluha, annekin o do'zaxga kirib ketadi deydi. Demak, bir odam jannat ahlining amalini qilib, bu odam nihoyat yaxshi qildi deymiz. Oxirgi kelgan vaqtida bu odam ezib ketadi. Alloh taolaning yozib qo'ygan kitobi u odamni so'rab emas, Alloh ilmi bilan yozib qo'ydi, bu to'g'ri chiqadi. Bu taqdirga munosabatlik. Ve inna ahadakum la ya'malu bi'amal ahli'n nar. Sizlarning biringlar do'zax ahlining amalini qiladi, hatto uning bilan do'zaxning o'rtasida faqat bir gaz qoladi. Uningga kitob ilgari bo'ladi, undan keyin jannat ahlining amalini qiladi, undan keyin uni kirib ketadi, jannat kirib ketadi.
Demek bir adam hayatı boyunca eskilik do'zax ahlining birini qiladi, do'zax ahlining amalini hammani qiladi. Ondan keyin Alloh taolo uni bilgachga, o odamni bilgachga yozib qo'ygan kitobi to'g'ri chiqib, o odam hayotining oxirida bir yaxshi ishlarni qilib, nima kirib ketadi? Jannatga kirib ketadi. Bu taqdirga munosabatlik, bu haqda cho'ng qurmaymiz. Uni ayrim taqdir darajasida to'xtalamiz. Bizning bu hadisdan oldigan ikki dona nuqtamiz bor. Birinchisi bir odamningki yetilish jarayoni, ikkinchisi odam mag'rurlanmaslik kerak. Qilgan ishlardan mag'rurlanmaslik kerak, boshqalarni ayiblamaslik kerak. Palani shundoq yaxshi qildi deymiz, balkim hayotining oxirida nima ish bo'ldi, buni Alloh biladi. Palani shundoq nachar ishlarni qiladi deymiz, hayotining oxirida nima ish bo'ldi, uni Alloh biladi. Demak, payg'ambar alayhisalom degandek, innamal a'malu bil xawatim. Ishlar oxirisi tuganchisiga bog'liq. Hayotimizning qanday oxirlashiga bog'liq. Unda bo'lsa biz hadisninki tarkib qo'ydigan mazmuniga kiramiz. Bizning bu hadisda tarkib qo'ydigan mazmunimiz inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sizlarning biringlar toplanadi, uning xilqati, ya'ni yaratilishi onasining quruqida 40 kun nutfa, su holatda. Inna bu harf mushabbihatun bil fi'li. Shunda o ta'kidlashning harfi bu ismliq jumlaga kirib, mubtadani qanday qiladi? Zavar qilib o'zining ismisi qiladi, xabarni pesh qilib o'zining xabar qiladi. Ahadakumdagi ahad inining ismisi, zavarlikning alomati oshkora. Shundaqla ahad muzaf kum muzafun ilay. Va zirlik o'rinda bu mabni o'g'achqa bir xil holatda keladi. Mim bu ko'plikning alomati. Yujma'u bu fi'l mudari majhul. Toplanadi. Xalquhu deki xalqu yujma'u degan bu fi'l mudari majhulning nimasi? Naib fa'ili. Peshning alomati oshkora. Xalqu. Shundaqla xalqu mudaf hujo mudafun ilay. Bu muttasil damir zavarga peshga mabni zirlik o'rinda. Muzaf ilayhi bo'lganlik uchun. Fi batni fi harfi jar batni cho majrur zirlikning alomati oshkora. Shundaqla batni mudaf. Ummihidagi ummi muzafun ilay. Shundaqla ummuning bo'ldi muzaf hucho muzafun ilay. Va damirlarning hammasining bo'ldi mabni bo'ldi. Buni takror demaymiz. Kitoblarda buning tarkibi tafsili deyilgan. Men ig'iz tilga aylantirib deb berayotiman. 40 bu maf'ulun mutlaqdan qanda iz basar bo'lgan son. Biz degan maf'ulun mutlaqni so'zga vaqtimizda son maf'ulun mutlaqdan bo'ldi, naib bo'ladi, maf'ulun mutlaqning hukmini oldi degan. Shunga 40 deb nima holat keldi? Ya bilan zivarlik o'rinda keldi. Mansub shundaqo zivar o'qildi va alamati nasbihi. Zivarlikning alomati nima? Ya. Chunki bu cem muzakkar salimninki mulhaqatlari. Yawman bu 40 degan sonning nimasi? Tamizi. Tamiz nima qo'ladi? Zivar qo'ladi. Zivarlikning alomati oshkora keldi. Yawman. Nutfatancho bu xalqu degan nimaninki holati. Xalqu degan so'zning holati. Hal. Hal nima qo'ladi? Zivar qo'ladi. Nutfatan zivar qo'ldi oshkora. Bu xalqning nimasi? Holi. Yani naib fa'ildan hal oldu. Bu hadisdan mushunchalik o'ringa tarkib qo'yamiz. Sizlarga mashq bo'lish uchun yursalu ilayhil malaku fayanfukhu fihi ruh va yu'maru bi 4 kalimatin. Bu mazmunga sizlar tarkib qo'ysizlar. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم